944 hadis عن أبي مالك الأشعري مرفوعا أبو مالك الأشعري خبارته أربع في أمتي من أمر الجاهلية dörtler la yatrukunahunna. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, benim ümmetimde dört amel vardı. Ham bu amel cahillikten bulup durar. Ham ümmetim bunu kaldırmayacak. Yani ümmette bulur şimdi kişiler şu naşar amellerini işleyecekler. Kimler? Nindi ameli bu? Birincisi el-fahru fil ahsab. Birincisi o'zingning nasl nasabing bilan g'ururlanu. Ya'ni o'zining shig'ishing bilan, nasling bilan g'ururlanu. As-sani wat-taghnu fil ansab. Ikkinchisi boshqa kishining naslini kimsituv, sugu masalan, nasin shuni maloyi deb. Nasin shuni nasldan deb. Masalan da atiyaningni unutdingmi deb. Anlaysizmi? Üçüncüsü vel istisqa'u bin nucum. Üçüncüsü yani şundu yağmur şundu yıldız yağmur yağdıra deyip şanu. Yağmur yağdıra deyip şanu yayında yağmur şundu yıldız arkasında düştü deyip aytı. Ham dörtüncüsü en-niyaha. Yani o'lgan kishini yılav, o'lgan kishiga yılav. O'lgan kishiga yılav yani kishi o'lgach bizning arab taralmagan endi ol. Kishi o'lgach spetsialniy kishilarni chaqirib yig'laylar. Bu yerda o'rislarda taralgan. Ha? Aplakivание. Ya'ni qishqira kishilar eshitsin deb qishqirab yig'lav. Ya'ni yig'laganda shiklarni ortur. Ya'ni qishqirib yig'lav, shunday oqirib yig'lav. Shashlarini yilqov, kiyimlarini yirtib, shunday turdasi bor. Tayyib. الشيخ أيتا في الحديث دليل على أمور يجب على الأمة تركها. Yani bu hadiste bu eğer bırakışta mındı gamel varken bu gamellerini kaldırmak gerek. فهي من المحرمات التي يجب على كل مكلف أن يجتنبها. Yani bu haram bulgan gamellerden bulup tura hem bu derslerini kaldırmak gerek. Bu gameller haram gamel bulup tura. Tayyip. Birinci ayette el-fakhru bil ahsab. Yani o'zining nasli bilan g'ururlanu. Ayta Şeyh bihaysu yaftakhiru shakhs aw al-jama'a bihasabihim ve wijahatihim ala ghayrihim minan nas. Yani kishi bitinde o'zining nasli bilan g'ururlangach, demak o'zini boshqalardan bitinde biyik etib sanay. Üstün ko'ra o'zini, demak uning nasli shunday biyik deb o'ylab bitinde ol. Ayta ومن ثم يصدر منه الاختقار لغيرهم الذي نهى الله عز وجل عنه. Çünkü haminde uluşlar deyip ulaş, anda bir tekabirlik barlığa kile. Başka kişilere Kur'an'da anda tekabirlik barlığa kile. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da ite Ya yuhallezine amenu la yaskhar kavmun min kavm. Ey iman getirgen bendeler dey. Bir kavm ikinci kavmini mezhara kılmasın. Ne bilen? Nesil nesep bilen. Asa en yakunu hayran minkum ve la nisa. Belki sen şu o'zingni üstün ko'rgan kishilar, o'zingni üstün ko'rgan kishidan bu kishi sendan belki xayrliroq dey. Shular Allah subhanahu wa ta'ala va nisa'un min nisa asa an yakunna khayran minkunna. Shular bir xotin qiz ikkinchi xotin qizdan biyiklanmasin dey. Belki bu sen tabana ko'rgan xotin sendan biyikroq dey. Sheyx Abdulrazzoq al-Badr hafizulloh aytuvuncha belki sen o'zingni üstün ko'rgan kishi, ya'ni sen andan o'zingni üstün ko'rasan ekan. Ya'ni sen o'zingdan tuban ko'rgan kishini, belki bu kishi sening shekilli minglardan Alloh qarshısında xayrliroqdir dey. Minglardan Alloh qarshısında sendan xayrliroq. Sen o'zingni shu kishidan üstün ko'rasan. Shunga ko'ra nasab bilan g'ururlanirga yaramay. Shunday aytdi, kishining naslidan kulib, u da yaramay tilgan amal. Şuna sayda vel istisqa bin nucum. Yani Araplar vakitinde yani koy bir illerde kişiler yağmurunu yıldız bilen beyliler. Yıldız bilen beyliler oylar bu yağmur şu yıldız arkasında yava dep oylar. Yağmur Allah arkasında gana yava. Allah'ın emri bilen gana yava. Kumi. Lakin bizde bugün elhamdülillah yağmurunu yıldız bilen beylemiler. Bizde bugün korkunçrak amel.
Kişi o'zining taqdirin, o'zining yozmishin, o'zining baxtini narsa bilan bog'li? Yıldız bilan bog'li. Bizda bugun qo'rqinish shunday bir narsa borki, goroskop deb atalgan. Goroskop deb atalgan. Kishilar hislanib, yuraklar bilan berilib, televizorlardan, gazetlardan shuni qarab, ularning yozmishlari nindidir goroskop bilan bog'li deb xayollanib o'tiralar. Nindi tumanalik. Nindi tumanalik, nodonlik. Yani tane şul gazetini kim yazgandır? Yani şul televizordan nindir bir gazetten okup televizordan nindir bu narsa turunda bir narsa bilmeyen kişi şunu söyleyip oturayım mı? Yani sen o goroskopların birisini, ikincisini, üçüncüsünü karasan ama her birisi birbirine doğru gelmeyi. Şuna göre bunun mağnası nersede kişi nişini özünün yazmışın şuna beyli. Nişini kişi özünün yazmışın şuşu ahmak nindir bir narsa bilgili olmayan kişi yazgan narsaga beyli. Bu bütün ahmaklık. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, eğer o'zining kishi yuragin birer narsa bilan beyli ekan dedi. Narsa edi? Allah subhanahu wa ta'ala onun shu beylagan narsasi bilan qoldirashar. Mana shu goroskop bilan o'zining yuragini beylading ekan, demak Allah subhanahu wa ta'ala seni shu goroskop bilan qoldirashar, o'zining rahmatidan ayirashar. O'zining yordamidan, rahmatidan ayirashar. Shunga ko'ra bu eğer bugungi kunda hatta bu musulmonlar orasida qizg'anishga qarshi taralgan. Shunga ko'ra agar bugungi kunda bir kishi goroskop bilan yuragin beyli ekan, bu bir qo'rqinch amal, ham bu shirk bo'lib turadi. Shirk bo'lib turadi. Allohga qarata bu shirk bo'lib turadi. Bunday amalni ishlarga yaramaydi. Ham endi 4-si oxirgisi narsa edi, mayitni yilov dedi. Bizda u taralmagan. Mayitni qishqirib yilab uzatuv, u ruslarda atalgan, ham boshqalarda, lekin bizda narsa taralgan. Bizda da bugun kishi o'lgach bizda yilamaylar, bizda bayram yasaylar. Kishi o'lgandan so'ng bizda bugun bayram yasaylar. Ishisi, jidisi, qirg'i, balishlar yasab, pirojkilar pishirib, şeyler ishib, shunda o'tiralar irlashib. Bu bütün durust amal tugul. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam alay ishlamadi, sahobalar alay ishlamadi. Dinda bo'lmagan narsa. Şuna göre bu amalini de qoldirmak kerak. Dinde ishisi de yok, jidisi de yok, qirg'i da yok, yılı da yok. Bu kishilar o'ylab chiqargan narsa. Ham endi albatta endi biz endi anglaymiz. Bunda endi g'odiy kishi ularga shulay deb anglatganlar. Ular buni Allohga yaqinayu deb o'ylaylar. Ular buni agar ular shulay ishisin, jidisin, qirg'in o'zlasalar, o'lgan kishini halin yaxshirtirlar, anga ajr savob yasarlar deb o'ylaylar. Yani ular shulay deb o'ylar, lekin qizg'anishga qarshi bu olay tugul. Qizg'anishga qarshi bu olay tugul. Shunday amal ishlab o'lgan kishiga bir nindiy yaxshilik ishlanmaydi. Kirisincha, shulay bu amalni ishlagan kishiga bir nindiy ajr savob yozilmaydi. Kirisincha gunoh yoziladi. Niye uchun gunoh yoziladi? Chunki bizning hadis bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: kimda kim dinda bo'lmagan biz amr etgan narsani ishlaykan dedi, bu narsa qabul qilinmayacak dedi. Bu narsa qabul bo'lmayacak. Chunki tabu nazarlar, kishilar oqsha tugib, vaqt to'zdirib, kishilar jiyib, ko'pmi kuch tugib, biyrak talaning 3 kunlik tug'ani o'lgan. Shunga da qaramasdan u shu amalni ishlaydi. Albatta uni Allohga yaqinayir ishini ishlaydi. Lekin bu amalning Alloh qarshida bir bayasida yo'q. Chunki buni Peygamberimiz ishlamadi, buni Alloh subhanahu va taolo amr etmadi. Shular Peygamberimiz de buni amr etmadi. Allohu a'lam.